Ko'pchilik aktyorlarni kashf qilgan rejissyor sifatida ham aktyorlarimiz sizni yaxshi bilishadi. Masalan, adashmasam Ulug'bek Qodirovda edi. Ulug'bek Qodirov ham birinchi bo'lib debyutlari Burxon akamda bo'lgan. Yana kimniki edi Burxon aka? Endi hozir eslash bilmayman, lekin ko'proq hozirgi tomoshabinlarga xizmat qilib yurgan, hozirgi kundagi Desushi deydi. Boriya harakatdagi Boriya sizda o'shaning uchun Boriya bo'lib ketgan Boriya. Boriya meni kinomda hamma hayron, hattoki O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev, "Burxon bu Boriya sani kinoda o'ynagan ekan, u Boriyada o'ynayapsizmi? Boriyada tushyapsizmi?" deb so'rashadi deganlar. Sanjar Shodiyevni xalq orasida Boriya bo'lib ketishlariga Burxon Sharopov sababchilar, aybdorlar. Haligacha Boriya o'zi bilan ham Boriya deb gaplashamanda, telefon qilishsa deydi. Haligacha Boriya bilan gap. Meni ham telefonda Boriya Sanjar deb yozilgan. Sharof Muqimov misol uchun o'sha to'yga ketsa birinchi o'sha kinomdagi saundtrekni ijro etadi. Jonim seni. U misol Sanjar Usmonov, Sevgi bu hayot, Parizoda Shermatova, juda ko'pchilik adashgan sovchilarda Asal Shodiyeva menda ilk bor mendagi bosh rol o'ynagan. Asal Shodiyeva o'sha adashgan sovchilarimda. Endi hammasi hisob qiladigan bo'lsa juda ko'pchilik meni kashfiyotchi ham deyishadi. Jonim seni, senday shirin qizni sevdim, o'shaqman go'zal. Negadir xayolimdan, tunu kun yodimdan ketolmay qolding go'zal.